ishlari juda ma'qul edi menga. Ko'nglimdagidek qilib, mana chiroyli qilib, o'zim istagan dizaynda pianino posonida chiqarib berishdi. Bu apshipkamizning razmeri kattaroq bo'lganligi uchun biz aynan mana shunaqa tepa qismini rombik qilib berganmiz. Biz 231,5 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik va xonadon egasiga reyka, samarezli esa o'rnatib berish usta xizmati, xullas hammasi ichida. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Siz Andijon Tunukafon kanalini tomosha qilmoqdasiz. Biz jamoamiz bilan birgalikda xonadonlarga ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tunukafon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Bizning navbatdagi xonadonimiz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypan Oqyozbobo qishlog'ida Nuriddin akamizning xonadonlarida o'z nihoyasiga yetdi. Bejizga xonadon egasini ismini zikr qilganim yo'q, sababi xonadon egasi bizni ishlarimizni YouTube tarmog'ida 1 yildan buyon kuzatib borar ekan. Mana hozir tunukafonga navbat kelganligi uchun xonadonlarga biz Andijon viloyati Asaka shahridan yetib keldik va xonadonlarni xudo xohlasa go'zal holatda tunukafon qilib berdik. Video boshida siz bizning tunukafon ishlarimizni xonadon egasidan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sifati qanaqa, xonadon egasiga bizning ishlarimiz yoqdimi yoki yo'q. Nuriddin aka 1 minutga kelib obunachilarimizga o'zingiz xolisona fikr bildirasiz. Sababi siz bizni YouTube tarmog'ida 1 yildan beri kuzatdingiz aka, ishlarimizni mana biz chaqirdingiz, o'zim kelib, xudo xohlasa mana tunukafon ishingizni chiroyli holatda bitirib berdik. Sizga biz qilgan tunukafon ishi yoqdimi aka? Xolis mana obunachilarimizga aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum Andijon Tunukafon jamoasining obunachilari. Men ham bu ukalarimiz Shohruxbeklar ishlarini qariydan beri kuzatib yurardim. Mana niyatimga yetdim, bularni olib keldim. Ishlari juda ma'qul edi menga. Ko'nglimdagidek qilib, mana chiroyli qilib, o'zim istagan dizaynda pianino posonida chiqarib berishdi. Bularni ham Alloh dastlariga baraka bersin. Rahmat aka. Shohruxbek aytgandek, mana pulim o'zim bilan qolyapti, xudo xolasa. Yaxshi kunlarimga xizmat qilsin, men ham bundan roziman. Obunachilarimizga rahmat xizmat qilsin-ku. Obunachilarimizga tavsiya qilasizmi aka? Sho'xollarimizdan hech qanday xavotirsiz olib kelib, ishlaringizni go'zal, xonadonlarni go'zal qilishlaringni tilaydoshimiz. Nima deyarganda bo'ldi. Nuriddin aka, Alloh rozi bo'lsin. Bergan pulingizdan baraka toping aka. Xudo xolasa mana obunachilarimiz ham bizga zakaz qilsa, inshaalloh xonadonlarni go'zal holatda tunukafon qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam videoga bittadan laykni gumbulatib bosib qo'yasizlar va videoni ko'rib bo'lgandan so'ng kommentariyaga ushbu ishimiz haqida yozib qo'ysanglar, xudo xohlasa biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bo'lmasam biz do'stlar, video obzorimizni boshladik. Hurmatli vatandoshlar, bo'lmasam biz video obzorimizni boshladik. Hozirda siz ushbu xonadonimizni ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan tashqari shapkasini ko'rib turmoqdasiz. Biz ushbu xonadonimizni video boshidayoq aytib qo'yay, mana shu tashqari shapkasi, mana bu darvozaning tepa qismidagi apshipkasi, darvozaxona, ichkari perixoshka va ichkari shapkalarini G shaklida qilib berganmiz. Bu xonadonimizga jami bo'lib tunukani rasxodiga hisoblaganda 231,5 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik. Bilasizlar do'stlar, biz xonadonni joyini kvadratini emas, tunukamizni ketkizgan lis rasxodida hisoblaymiz. Ya'niki sizning joyingizning kvadrati 100 kvadrat metr bo'ladigan bo'lsa, aynan siz tanlagan fasonga qarab 100 kvadrat metr, 150 kvadrat yoki 200-220 kvadratga aylanishligi mumkin. Biz aytib o'tadigan narx hozirgi mana shu xonadonimizni nechta pulga bitirib berganimizni aytib o'taman. Aynan tunukani rasxodiga hisoblanganda. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozir sizlarga narxini aytaman. Mana bu tarnovlari 27 metr o'rnadi. Bu xonadonimizga, ya'ni tashqari shapkamizning tarnovlarini ham mokriy rangda almashtirib berdik va bu xonadonimizga 231,5 kvadratga yaqin tunuka rasxod qildik va xonadon egasiga reyka, samarezli esa o'rnatib berish usta xizmati, xullas hammasi ichida 32,740,000 so'mga bitirib berdik hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunuka fondi barcha xarajati ichida vodiy bo'ylab 140,000 so'mdan, vodiydan tashqari viloyatlar bo'ylab esa 150,000 so'mdan bitirib bermoqdamiz. Eslatib o'tmoqchiman, bizning Andijon Tunukafon kanalida, ya'ni bizning Andijon Tunukafon jamoasida o'z ishining mohir ustalari, ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ustalar ish olib boradi. Xudo xohlasa bemalol xonadoningizni bizga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Qo'ldan kelgancha chiroyli holatda xonadoningizni tunukafon ishini bitirib berishga harakat qilamiz. Bizning jamoamizda 10 tadan oshiq brigadamiz mavjud. Sizni ko'p kutirmagan holda, ya'ni 1 oy, 2 oy kutirmagan holda 1 hafta 10 kun ichida zakaz qilsangiz xonadoningizga ustalarimiz tushadi va ishni boshlaydi. Bu ham albatta plus tomonlarimizdan biri. Ikkiga aytib o'tmoqchiman, biz aynan
jamoamizdagi ustalarimizga reykalarni ham, tunukalarni ham eng yaxshilaridan foydalanamiz va sizning xonadoningizga xudo xohlasa mahsulotlarni ham ayamasdan ishlatamiz. Ya'ni biz ishlatadigan oddiy reykalarimiz ham to'ri-to'riga 2 sm bo'ladi. Yuqori reykadan foydalanmaymiz, hurmatli obunachilar. Tunukani ham iloji boricha eng yaxshisidan foydalanamiz va xudo xohlasa sizning xonadoningizni ham ishi mana shunaqa, ya'ni mana shunga o'xshagan go'zal holatda bitadi inshaalloh. Endi do'stlar, mana ichkari shapkamizni ko'rdinglar. Ichkari shapkamizni 2 qavatli qilib berganmiz. Sababi ichkari shapkamizning razmeri 120 sm atrofida edi. Shuning uchun 2 qavatli fasondan foydalanganmiz. Buni plus tomonlari ham tunuka qancha bukilgan sari shuncha baquvvatlashadi, ham do'stlar mana shunaqa xonadonga o'zgacha bir vid berib turadi. Burchaklariga ham e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa ustalarimiz tomonidan burchaklari ham chiroyli holatda chiqarib berilgan. Endi do'stlar, mana bu apshipkamizga to'xtaladigan bo'lsak, bu apshipkamizning razmeri kattaroq bo'lganligi uchun biz aynan mana shunaqa tepa qismini rombik qilib berganmiz. Sababi katta apshipkalarni uzun holatda, patnis holatda qilsangiz xunukroq bo'lib qoladi, oddiyroq bo'lib qoladi. Shuning uchun biz aynan mana shu pianinoga moslagan holda apshipkalarimizni mana shunaqa dizaynlarini chiroyli holatga keltirib berganmiz. Bundan tashqari do'stlar, bu darvozaxonamizni o'rtalariga, ya'ni ikkita joyiga yangicha rombimizdan qo'yib berganmiz. Aynan mana shu chekkadagi pianinoga moslagan holda mana bu yangicha rombiklarimizdan o'rnatib berganmiz. Xudo xohlasa ishlarimiz ko'ngildagidek chiroyli holatda bo'lib bitdi. Mana bu perixoshkamiz ham biz aytgan kvadratning ichida mavjud. Perixoshkamizni eni ensizroq bo'lganligi uchun bu yerga shaxmatda o'zini urib, lamchkani atrofiga esa mana bunaqa qo'sh rombilardan qo'yib berganmiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin, perixoshkamiz ham go'zal holatda bo'lib bitdi. Aynan sizning joyingizning razmerlariga qarab o'zimiz fasollarni sizga tavsiya qilamiz. Bizda xo'p, 1000 ga yaqin fasollarimiz mavjud. Telegram kanalimizga joylab qo'yganmiz. Telegram kanalimizni esa silkasini mana shu videoyimizning kommentariyasida qoldiramiz. Telegram kanalimizga o'tsanglar, kataloglarimiz bor. Xonadoningizga chaqirganingizda ham planshetimizdan sizga rasmlarini ko'rsatamiz. O'zingiz rasmlarni ko'rib, xonadoningizga mos fasonda tanlasangiz, xudo xohlasa, sizning xonadoningizni ham chiroyli holatda tunukafon qilib berishga harakat qilamiz albatta. Xudo xohlasa, ishimizga 99% javob beramiz, lekin ish sifatli chiqishiga 100% harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Aynan siz tanlagan fasonga qarab, biz Andijon tunukafon jamoasining ustalari ishingizni chiroyli holatda bitirib beraveradi. Lekin shu o'rinda bitta narsani eslatib o'tay, fasoniga qarab kvadrati o'zgaradi. Ya'ni siz oddiyroq fasonda qildirsangiz, sizning xonadoningizning tunukafon ishini kvadrati ozroq chiqadi. Agar hashamdorroq fasonda qildirsangiz, ya'ni bukilgan, qarilgan joylari juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda kvadrat ko'payib ketadi. Bilasizlar do'stlar, O'zbekiston bo'ylab 99% tunikafonchilar tunukani rasxodini hisoblaydi, joyida kvadratini emas. Shuning uchun siz agar tunukafon ishim arzonroqqa bitsin desangiz, oddiyroq, soddaroq fasondan foydalaning, ya'ni soddaroq fason tanlang. Agar hashamdor bo'lsin, kvadratini farqi yo'q deydigan bo'lsangiz, hashamdor fasonda qildirsangiz, ozgina tunukafon ishingiz qimmatroqqa bitishligi mumkin bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha o'z bilgan ma'lumotlarimni berib o'tdim. Eslatib o'tmoqchiman, biz Andijon tunukafon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sababi bizning kanalda deyarli har kuni mana shunaqa aynan tunukafon ishlarini, videolarini ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Biz faqat o'zimizni qilgan ishlarimizni YouTube kanaliga joylaymiz. Boshqalar qilgan ishni emas, bemalol ishlarimizni, bitta ishimizni emas, bir nechta ishlarimizni YouTube kanalidan ko'rib, xudo xohlasa, ishlarimiz yoqqandan keyin, ana undan keyin bizga buyurtma qilsangiz, sizning xonadoningizni ham chiroyli holatda tunukafon qilib beramiz. Bu xonadonimizni mana bu burchak qismini ham jalyuziga o'xshagan holda tunikafonda o'rab berganmiz. Biz aytgan kvadratning ichida mana shu ham mavjud. Xudo xohlasa, mana bu darvozamizning tepa qismlarini ham chiroyli holatga keltirib berganmiz. Keyinchalik darvozaga umuman suv urmaydigan holatda, go'zal holatda bo'lib, xudo xohlasa, mana mahallada bitta bo'lib, chotki holatda bo'lib turmoqda. Ko'rganda mazza qilib Shohruxbey deydi xonadon egasi. Xudo xolasa, mana xonadon egasiga ishlarimiz yoqdi. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, siz ham bizga buyurtma qilishingiz mumkin. Agar siz bizni musofir yurtdan kuzatayotgan bo'lsangiz, aynan ekrandagi telefon raqamlarida bizda Telegram, WhatsApp mavjud. Ana o'sha Telegram yoki WhatsApp orqali ham biz bilan osongina bog'lansangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilar, mana burchaklariga ham bitta o'zingiz baho berib qo'yasiz. Mohir ustalarimiz tomonidan mana shunaqa chiroyli holatda bu xonadonimiz ham bitkazib berildi.
Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu joyga yetganda videomizga yakun yasaymiz. Albatta biz Andijon Tunuka kanalini kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ketkizgan qimmatli vaqtingizga rozi bo'ling. Sizlar bilan har doimgidek usta Shohruh Bek bo'ldi. Rahmat hammaga.